Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlarim. Bugun siz bilan juda muhim, hayotiy zarur bo'lgan bir masalani muhokama qilamiz. Agar siz katta qo'shimcha to'lovni kutayotgan bo'lsangiz, lekin uni olish uchun qaysidir muhim qadamni tashlamasangiz, bu to'lov sizga umuman kelmasligi mumkin. Bu yangi ma'lumot. Minglab, balki millionlab insonlar bu yangilikdan bexabar holda o'zlariga tegishli bo'lgan imkoniyatdan mahrum bo'lishlari mumkin. Bu mavzu har biringizga taalluqli bo'lishi mumkin. Ayniqsa ijtimoiy to'lovlar, nafaqalar va boshqa yordam turlarini olayotgan yoki olishga haqli bo'lgan har bir fuqaroga. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni iltimos qilaman. Chunki bitta arzimasdek ko'ringan tafsilot sizni katta miqdordagi mablag'dan mahrum qilishi mumkin. Va albatta, hoziroq kanalimga obuna bo'lishni va bu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishga yordam beradi. Xo'sh, muammoning mohiyati nimada? Avvallari ko'plab ijtimoiy to'lovlar, nafaqalar va moddiy yordam turlari avtomatik tarzda. Ya'ni ariza beruvchining qo'shimcha harakati yoki hujjatlarsiz mavjud ma'lumotlar bazasi asosida amalga oshirilardi. Misol uchun, siz ma'lum bir nafaqa turiga bir marta ariza topshirsangiz, keyingi to'lovlar muntazam ravishda kelardi agar sizning vaziyatingizda jiddiy o'zgarishlar bo'lmasa. Hukumat ijtimoiy ta'minot tizimini takomillashtirish, mablag'larni yanada aniqroq manzilga yetkazish va turli xil firibgarliklarning oldini olish maqsadida bir qator yangi tartib qoidalarini joriy qildi. Bu yangiliklar tizimni yanada shaffof va samarali qilishga qaratilgan bo'lsa-da, ba'zi hollarda fuqarolardan qo'shimcha faollikni talab etadi. Eng asosiy o'zgarish shundaki, endilikda ko'pgina qo'shimcha to'lovlar yoki oshirilgan nafaqalar avtomatik tarzda amalga oshirilmaydi. Ya'ni agar siz ma'lum bir ijtimoiy yordam turiga avvaldan ega bo'lgan bo'lsangiz ham, uning miqdori oshirilgan yoki unga qo'shimcha to'lov e'lon qilingan bo'lsa, siz bu oshirilgan summani olish uchun qayta ariza berishingiz yoki mavjud ma'lumotlaringizni yangilashingiz shart. Bu talab ayniqsa oxirgi paytlarda e'lon qilingan yangi turdagi ijtimoiy yordamlar va mavjud nafaqalarning indeksatsiyalangan, ya'ni oshirilgan qismlariga tegishli. Agar bu qadamni tashlamasangiz, tizim sizning yangi sharoitda ham yordamga muhtojligingizni yoki yangi to'lovga haqli ekanligingizni bilmaydi va sizga eski miqdordagi to'lovni davom ettiradi yoki umuman to'lovni to'xtatishi mumkin. Bu juda muhim nuqta. Keling, bu masalani yanada chuqurroq ko'rib chiqamiz. Bu yangilik nimalarni bilishingiz kerakligini anglatadi. Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlarning xavotirlanishiga hojat yo'q. Avvalo, siz shuni bilishingiz kerakki, hukumat aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini qo'llab-quvvatlash uchun doimiy ravishda yangi dasturlarni joriy etadi yoki mavjudlarni takomillashtiradi. Ko'pincha bu dasturlar doirasida nafaqalar miqdori oshiriladi yoki yangi turdagi to'lovlar joriy qilinadi. Masalan, bolali oilalarga nafaqa, kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam, nogironligi bo'lgan shaxslarga nafaqalar kabi to'lovlar muntazam ravishda qayta ko'rib chiqiladi. Aynan mana shu turdagi to'lovlar bo'yicha yangi talablar paydo bo'lgan. Kimlar xavotirlanishi kerak? 1. Bolali oilalar. Agar siz bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam olayotgan bo'lsangiz, lekin arizangizga 1 yildan ko'proq vaqt o'tgan bo'lsa yoki oilangiz tarkibida o'zgarishlar yuz bergan bo'lsa, masalan, yana bir farzand tug'ilgan bo'lsa yoki farzandingiz maktab yoshiga yetgan bo'lsa va hokazo, sizning ma'lumotlaringizni yangilash yoki qayta ariza berishingiz shart. Misol uchun, avvalgi tizimda siz 3 nafar farzandingiz uchun nafaqa olgan bo'lishingiz mumkin. Aytaylik, har bir farzand uchun 20 ming so'mdan jami 360 ming so'm. Endi nafaqa miqdori har bir farzand uchun 1 ming so'mga oshirilgan va oilada 4-farzand tug'ilgan bo'lsa ham, agar siz qayta ariza bermasangiz, siz hali ham 3 ta farzand uchun eski miqdorda 3,6 million so'm olishda davom etasiz. Lekin aslida 4 ta farzand uchun 1 million so'mdan jami 6 million so'm olishingiz mumkin edi. Bu o'yga 2 ko'ra 1 million so'm farq. 1 yil davomida bu qancha katta mablag' bo'lishini o'zingiz tasavvur qiling. 2. Nogironligi bo'lgan shaxslar, nogironlik nafaqasi oluvchilar. Ayniqsa ularning tibbiy xulosasida muddat o'tgan bo'lsa yoki nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, ma'lumotlarni yangilashlari shart. Hatto tibbiy xulosa muddatidan oldin yangi yuqoriroq darajadagi nafaqa e'lon qilingan bo'lsa ham, uni olish uchun qayta ariza berish talab etiladi. Tasavvur qiling, bir fuqaro 2 guruh nogironlik bo'yicha har oy 6 ming so'm nafaqa oladi.
yangi qonunlarga muvofiq 2 guruh nogironligi bo'lganlarga qo'shimcha 1.000 so'm ajratilishi e'lon qilindi. Endi ularning nafaqasi 700.000 so'm bo'lishi kerak edi. Ammo agar u shaxsiy ma'lumotlarni yangilamasa yoki qo'shimcha ariza bermasa, unga avvalgidek 600.000 so'm o'tkazilaveradi. Uning bank kartasiga 700.000 so'm kelishini kutib yuraveradi. Lekin bu mablag' kelmaydi. Oddiy bir qadamni bosish bilan 1.000 so'm qo'shimcha daromadni har oy yo'qotadi. O'tish. Pensiyaning minimal miqdori oshirilishi bilan bog'liq holatlar. Ba'zi pensiya oluvchilar uchun pensiya miqdori avtomatik tarzda qayta hisoblansa-da, ayrim hollarda, masalan, agar fuqaro qo'shimcha mehnat stajiga ega bo'lgan bo'lsa, lekin u pensiya jamg'armasida ro'yxatga olinmagan bo'lsa, yoki uning pensiya turida o'zgarishlar yuz bergan bo'lsa, masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasidan yoshga doir pensiyaga o'tgan bo'lsa, ular qayta ariza berishlari kerak bo'ladi. Misol uchun, bir pensioner 1.000 so'm pensiya oladi. U ishlayotgan davrda qo'shimcha ish stajiga ega bo'lgan, lekin bu ma'lumotlar pensiya tizimida aks etmagan. Hozirda pensiya miqdorlari oshirilishi bilan uning pensiyasi aslida 1.200.000 so'm bo'lishi kerak edi. Ya'ni bu qo'shimcha staj ham hisobga olinishi kerak edi. Ammo agar u pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, qo'shimcha stajini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etmasa, unga eski miqdorda 1.000 so'm to'lanadi. Bu holatda ham har oy 200.000 so'm yo'qotish kuzatiladi. 4. Ham ta'minlangan oilalarga mo'ljallangan bir martalik moddiy yordamlar. Hukumat vaqti bilan qiyin ijtimoiy sharoitga tushib qolgan oilalarni qo'llab-quvvatlash uchun bir martalik moddiy yordamlar ajratadi. Ko'pincha bunday yordam avtomatik tarzda belgilanmaydi, balki fuqarolarning murojaatlari asosida beriladi. Agar siz o'zingizni shunday vaziyatga tushgan deb hisoblasangiz, albatta tegishli idoralarga murojaat qilishingiz kerak. Misol uchun, qishki isitish mavsumida kam ta'minlangan oilalarga ko'mir yoki boshqa yo'qolg'i uchun erta murojaat qilganlarga 5.000 so'mdan bir martalik to'lov e'lon qilindi. Ammo agar oila bu haqda bilsa-yu, murojaat qilmasa, ularga bu pul kelmaydi. Hukumat sizning eshigingizni taqillatib, sizga pul beramiz demaydi. Aksincha sizning murojaatingizni kutadi. Kimlar xavotirlanishi shart emas, asosan. Agar sizning nafaqangiz yoki ijtimoiy to'lovingiz avtomatik tarzda har oy o'z vaqtida kelayotgan bo'lsa va sizning oilaviy holatingizda hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, ko'p ehtimol bilan siz hech narsa qilishingiz shart emas. Shuningdek, agar siz yaqinda nafaqa yoki moddiy yordam uchun ariza bergan bo'lsangiz va barcha ma'lumotlaringiz yangi talablarga mos kelsa, siz ham xotirjam bo'lishingiz mumkin. Ammo har qanday holatda ham agar sizda shubha tug'ilsa, eng yaxshi yo'l bu tekshirib ko'rishdir. Endi esa istisno holatlar. E'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan nuanslar va tuzoqlar haqida gaplashamiz. Istisnolar: ba'zi guruhlar ushbu yangi talablardan ozod etilishi mumkin. Masalan, juda keksa yoshdagi, nogironligi tufayli karavotda yotgan yoki o'z-o'ziga xizmat qila olmaydigan shaxslarning ma'lumotlari pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya agentligi tomonidan avtomatik tarzda yangilanadi. Chunki ularning holati muntazam ravishda tibbiy ko'riklardan o'tishni va ma'lumotlar bazasini yangilab turishni talab qiladi. Shuningdek, ba'zi bir favqulodda yordam turlari, masalan, tabiiy ofatlar natijasida jabr ko'rganlarga beriladigan yordam avtomatik tarzda berilishi mumkin. Chunki bu holatlarda har bir jabrlanuvchidan ariza talab qilish mantiqsiz bo'ladi. Ammo bu istisnolar juda kam. Ko'pchilik uchun o'zingiz harakat qilishingizga to'g'ri keladi. Tuzoqlar va e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan nuanslar. 1. Hujjatlarning to'liqsizligi yoki noto'g'ri rasmiylashtirilishi. Eng keng tarqalgan muammolardan biri bu noto'g'ri yoki to'liqsiz hujjatlar taqdim etishdir. Sizning arizangizni ko'rib chiqish muddati shu tufayli uzayishi, hatto rad etilishi ham mumkin. Masalan, oila a'zolarining pasport nusxalari taqdim etishda fotosurat aniq chiqmagan bo'lishi yoki tug'ilganlik haqidagi guvohnomada ismning bir harfi noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Kichik xatoliklar ham sizni bir necha hafta yoki oylarga cho'ziladigan byurokratik jarayonlarga duchor qiladi. Har bir hujjatni 2 marta tekshiring. 2. Muddati o'tgan hujjatlar. Masalan, tibbiy xulosaning muddati tugagan bo'lsa yoki oilaning tarkibi haqidagi ma'lumotnoma eski sanada bo'lsa, bu ham arizaning rad etilishiga olib kelishi mumkin. Ba'zi hujjatlarning amal qilish muddati cheklangan bo'ladi. Ularni yangilab turish kerak. 3. Qo'shimcha hujjat talablari.
Ba'zida siz arizani topshirganingizdan keyin qo'shimcha ma'lumotlar yoki hujjatlar talab qilinishi mumkin. Agar bu talablarga o'z vaqtida javob bermasangiz, arizangiz ko'rib chiqilmay qoladi. Davlat xizmatlari orqali ariza bergan bo'lsangiz, doim shaxsiy kabinetingizdagi bildirishnomalarni tekshirib turing. 4. Firibgarlik bu juda muhim. Turli shaxslar yoki tashkilotlar sizga qo'shimcha to'lovni tezda rasmiylashtirishda yordam berishni taklif qilib, pullaringizni o'zlashtirishga urinishlari mumkin. Hech qachon, hech qanday holatda uchinchi shaxslarga o'z shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport seriyasi, PNFL, bank karta raqamlari, kodi bermang. Barcha rasmiy murojaatlar faqat davlat xizmatlari markazlari, ijtimoiy himoya agentligi yoki rasmiy onlayn portallar orqali amalga oshiriladi. Hech bir davlat xizmati pul evaziga tezlashtirilmaydi. Agar sizdan pul so'rashsa, bu firibgarlikdir. 5. Texnik muammolar va navbatlar. Onlayn tizimlar band bo'lishi yoki davlat xizmatlari markazlarida uzun navbatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishlarni oxirgi daqiqaga qoldirmaslik juda muhimdir. Ertaroq harakat qilsangiz muammolarni bartaraf etishga vaqt topasiz. 6. Chet elda bo'lish. Agar siz yoki arizada ko'rsatilishi kerak bo'lgan oila a'zosi chet elda bo'lsa, ariza berish jarayoni murakkablashishi mumkin. Bunday holatlarda vakolatli shaxs orqali notarial tasdiqlangan ishonchnoma bilan murojaat qilish imkoniyatlari mavjud. Ammo bu ham qo'shimcha vaqt va resurs talab qiladi. 7. Pulning retroaktiv tarzda to'lanmasligi. Ko'pgina hollarda agar siz qo'shimcha to'lov yoki oshirilgan nafaqa uchun kech murojaat qilsangiz, sizga o'tkazilmagan oylar uchun pulni qayta hisoblab berishmaydi. Ya'ni to'lov faqat sizning arizangiz qabul qilingan oydan boshlab yoki uning navbatdagi oydan boshlab amalga oshiriladi. Bu degani har bir o'tkazib yuborilgan oy siz uchun yo'qotilgan pul deganidir. Masalan, agar yangi tartib fevral oyidan kuchga kirgan bo'lsa-yu, siz iyun oyida ariza bergan bo'lsangiz, sizga fevral, mart, aprel, may oylari uchun qo'shimcha pul to'lanmaydi. Siz bu pulni abadiy yo'qotasiz. Shuning uchun har bir ma'lumotni diqqat bilan kuzatib borish va o'z vaqtida harakat qilish juda muhim. Xo'sh, endi eng asosiyga amaliy maslahatlarga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlarni to'plash kerak? Qadam 1. O'z haqlaringizni aniqlang va ma'lumotlarni tekshiring. Avvalo, siz qanday ijtimoiy to'lovlar yoki nafaqalar olishga haqli ekanligingizni aniqlab oling. Agar siz allaqachon bir turdagi yordamni olayotgan bo'lsangiz, uning miqdori oxirgi marta qachon ko'rib chiqilganini, yangi tartiblar kuchga kirgan yo'qligini tekshiring. Bu ma'lumotni O'zbekiston Respublikasi Ijtimoiy himoya agentligining rasmiy veb-saytidan Ish-mehnat uz yoki vabliga uz yoki pensiya jamg'armasining veb-saytidan www.uz topishingiz mumkin. Shuningdek, davlat xizmatlari markazlarining yagona aloqa markaziga 1048 raqamiga qo'ng'iroq qilib savollaringizga javob olishingiz mumkin. U yerda mutaxassislar sizga individual holatingiz bo'yicha maslahat berishadi. Qadam 2. Kerakli hujjatlarni to'plang. Har bir to'lov turi uchun talab qilinadigan hujjatlar ro'yxati farq qilishi mumkin, ammo asosiylari quyidagilardir. 1. Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta, oilaning barcha a'zolariniki ham. 2. Tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, voyaga yetmagan farzandlar uchun. Nikoh yoki nikohni bekor qilish haqidagi guvohnoma agar tegishli bo'lsa. 4. Oilaning tarkibi haqidagi ma'lumotnoma. Ba'zida bu ma'lumotlar avtomatik tarzda tizimdan olinadi, lekin zaxira nusxasi zarar qilmaydi. 5. Daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma. Ish joyidan yoki soliq idoralaridan ba'zi turdagi yordamlar uchun talab qilinadi. 6. Nogironlik guruhi to'g'risidagi tibbiy ma'lumotnoma, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun. Pensiya guvohnomasi, pensiya oluvchilar uchun. 8. Agar talab qilinsa, kadastr hujjatlari, mulkingiz haqidagi ma'lumotlar. 9. Bank kartasi rekvizitlari yoki hisob raqami, pul o'tkazish uchun. Agar sizning nomingizdan boshqa shaxs murojaat qilsa, notarial tasdiqlangan ishonchnoma, barcha hujjatlarning asl nusxalari va nusxalarini tayyorlab qo'ying. Ba'zi hollarda asl nusxalari faqat ko'rish uchun talab qilinadi va nusxalar olinadi. Qadam 3. Arizani qayerda topshirish kerak? Hozirgi kunda ijtimoiy to'lovlar va nafaqalar uchun ariza berishning bir nechta qulay usullari mavjud. 1. Davlat xizmatlari markazlari. DXM bu eng keng tarqalgan va ishonchli usul. Sizga eng yaqin joylashgan DXMga borganingizda, u yerdagi mutaxassislar sizga ariza sharhini to'ldirishda yordam berishadi va hujjatlaringizni qabul qilishadi. Ular har bir qadamda sizga yo'l ko'rsatishadi. 2. Ijtimoiy himoya
agentligining hududiy bo'limlari. Ba'zi murakkabroq masalalar yoki aniq holatlar bo'yicha bevosita agentlikning hududiy bo'limlariga murojaat qilish talab qilinishi mumkin. 3. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.tokyo.uz. Agar sizda elektron imzo bo'lsa va kompyuter yoki smartfon bilan ishlay olish qobiliyatiga ega bo'lsangiz, ko'plab xizmatlar uchun onlayn ariza berishingiz mumkin. Bu uydan chiqmasdan turib, masofadan turib ishlarni hal qilishning eng qulay yo'li. Bu portal orqali oilaviy holat, daromadlar to'g'risidagi ma'lumotlarni elektron shaklda yuborish, nafaqa yoki yordam turini tanlash imkoniyatlari mavjud. Arizani to'ldirishda har bir maydonga diqqat bilan xatosiz ma'lumot kiritishingiz juda muhim. Agar xato qilsangiz, arizangiz rad etilishi yoki jarayon kechikishi mumkin. Qadam D. Ariza berish jarayoni va keyingi harakatlar. Arizani topshirganingizdan so'ng sizga uning ro'yxatga olinganligi haqida tasdiqnoma yoki ID raqami beriladi. Bu raqamni saqlab qo'ying, chunki u orqali siz arizangizning holatini kuzatib borishingiz mumkin. Onlayn portal orqali murojaat qilgan bo'lsangiz, shaxsiy kabinetingizda arizaning holati aks etadi. Ko'rib chiqish muddati odatda 15 kundan 30 kungacha davom etadi. Agar shu muddat ichida sizga javob kelmasa yoki biror savol tug'ilsa, yuqorida aytilgan aloqa markazlariga murojaat qilishingiz mumkin. Hech qachon vaziyatni o'z holiga tashlab qo'ymang. Agar siz o'zingizga tegishli qo'shimcha to'lovni kutayotgan bo'lsangiz, lekin u kelmayotgan bo'lsa, bu degani siz qaysidir muhim qadamni tashlamagan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun har bir ma'lumotni aniqlashtirishga, hujjatlarni tartibga solishga va o'z vaqtida murojaat qilishga harakat qiling. Bu sizning ijtimoiy himoyangiz va oilangizning farovonligi uchun juda muhimdir. Aziz do'stlar, bugungi videoda sizga katta qo'shimcha to'lovni olish uchun nimalar qilish kerakligi haqida atroflicha ma'lumot berishga harakat qildim. Esingizda bo'lsin, agar siz o'z haqlaringizni bilmasangiz va ularni talab qilib murojaat qilmasangiz, hech kim sizning eshigingizni taqillatib pul olib kelmaydi. Hukumat tizimi o'zgarmoqda, takomillashmoqda va bu jarayonlar ba'zan fuqarolardan ham faollikni talab etadi. O'z huquqlaringiz uchun kurashing, o'z vaqtida harakat qiling. Videoni qayta ko'rib chiqing, barcha tafsilotlarni tushunib oling. Agar sizda bu borada savollar bo'lsa, qaysidir jihatni tushunmagan bo'lsangiz yoki sizda qandaydir shaxsiy tajribangiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men har bir izohni o'qiyman va imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Boshqa tomoshabinlarimiz ham sizning tajribangizdan foydalanishlari mumkin. Videoga like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelajakda ham shu kabi muhim va foydali ma'lumotlarni sizga yetkazishda katta yordam beradi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling va o'zingizga ehtiyot bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.